Shimoliy Koreya bilan muzokaralar haqida juda ko'p aytilyapti hozir AQShda. Sizningcha AQShning bunga qiziqishi nimadan? Shimoliy Koreya bilan muzokaralarga qiziqishidan. Juda ko'p bu haqda aytilyapti. Va Tramp o'zi 3 marta ko'rishgan ham Kim Chen In bilan. Menimcha boshqalar buncha ko'rishmagan. Shunaqa. Mening nazarimda bugun Shimoliy Koreyaning mana shu Rossiya Ukraina urushidagi Rossiyaning Koreyaga bo'lgan deylik munosabatlari asosida undagi harbiy potensialning oshayotganligi. Harbiy potensial xavotir uyg'otyapti. Albatta xavotir uyg'otyapti, chunki oxirgi yillarda biz Shimoliy Koreyaning o'sha kema sanoati deymizmi yoki raketalarni ishlab chiqarishida jiddiy o'sishni ko'ryapmiz. Shuning uchun mening nazarimda mana shu undagi harbiy potensialning oshayotganligi va Rossiya Ukraina urushi fonida Shimoliy Koreyaning boshqa davlatlar bilan munosabatlaridagi aktivligining ham oshishi Amerikani qiziqtirmay qo'ymaydi. Haqiqatan ham eng ko'p uchrashgan prezidentlardan biri umuman butun dunyo bo'yicha. Butun dunyo bo'yicha. Bu Amerika emas faqat. Bu Tramp va mening nazarimda yana uchrashsa kerak. Bu eng asosiysi uning o'sha ballistik raketalarning uchish masofasi o'zgarayotganligi, uning floti kuchayayotganligi albatta Amerikani xavotirlantirmasdan qo'ymaydi.